Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Bizda juda ham qaynoq yengilliklar. Xudo xolisa shu kichkinagina manzil makonimizni uy-bor parkinglarimizni ofisi qilib belgiladik. Yengilliklar yaqinda juda ham ko'p bo'ladi. Yana bitta sizlarga kichkina va ajoyib yengilligimiz bor. Xabaringlar bo'lsa, oldin ko'rgan bo'lsanglar, yaqinda Oybek mahallasida umumiy maydoni 30 sotuvlik bitta xonadonimiz sotuvini e'lon qilganidek juda ham ajoyib 2 qavatli turar joyi bilan birgalikda hozir mulk egalariga pul juda ham zarur bo'lib qolganligi uchun o'sha uy narxini 250 mingga tushirdilar. Zarariga bo'lsa ham beraman deb aytibdilar. Mabodo shu sizlarni qiziqtirgan bo'lsa yoki tanishinglarni qiziqtirgan bo'lsa, shu videoni shunday jo'natib qo'yadigan bo'lsanglar, shu manfaatli bo'lib qoladi deb o'ylaymiz. Qolaversa pul sal kamroq bo'ladigan bo'lsa, bo'lib berish shartlarini ham tashkil qilamiz deb aytibdilar. Aloqaga chiqish uchun bemalol pastda nomer qoldiramiz. Qiziqtirayotgan bo'lsa, shu mulkka olishinglar mumkin, kelishtirilgan holatda albatta. Bizdan yanada ko'proq kutib qolinglar.